Mana bu rasmga yaxshilab ahamiyat bering. Ko'rayotganingizdek, Jose Mourinyoning ko'zini tegida fingal bor va ko'plar buni Chouameni qildi deb aytishyapti. Ammo yo'q, keling hozirda shu haqida batafsil gaplashamiz. Avvalambor, agar siz ham Realning muxlisi bo'lsangiz va ular haqida barcha yangiliklardan qolib ketishni istamasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'zi o'tgan yilning oxirisidan beri Real Madrid mashg'ulotlari haqida har xil gaplar chiqishni boshladi. Ya'ni o'yinchilar bir-biri bilan urushyapti, u yerda UFC bo'lib ketdi va hokazo. Bu haqida allaqachon gaplashganmiz. Lekin Jose kelganidan keyin bu holat yo'q bo'lib ketadi deb o'ylasak, qarabsizki, bir oy ham o'tmasdan bechora Joseni ham ko'zini ishirib qo'yishdi. Ammo xavotirga o'rin yo'q, chunki Mourinyoga jurnalistlar mana shuni so'rash uchun savol berishdi. Va Jose yo'q, hech kim atayin uni urganligini emas, balkimda mashg'ulotlari paytida bilmasdan koptok uni ko'ziga tegib ketgani haqida ma'lum qildi. Qarabsizki, u shu payt ochki kiygani uchun shunaqa katta iz qolib ketgan ekan. Keyin esa men internetda buni videosini qidirishni boshladim, ammo hech qanaqa video chiqmadi. Lekin bitta-ikkita rasmlar chiqdi. To'g'risi, aniq bu rostmi yoki yo'qmi bilmayman, ammo bu video o'chib ketmasligi uchun ularni Telegram kanalimizga qo'yib ketdik. Bemalol kirib, tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Qaysi futbolchi bunaqa debgan ekan murabbiyga? Izohlarda yozib keting.